Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Madina-i Munavvarada Alloh nasib qilib iftorlikni Ravza-i Muborakda qilishni nasib qildi. Xudo xolasa iftorlikni qilib shomda o'qib inshaalloh Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ziyoratlarini qilamiz inshaalloh. Mana iftorliklar. Zamzam var endi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ravzalarga ziyoratlardan chiqyapmiz. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ziyoratlariga mana shu yergacha kelishganda orqaga qaytishga majbur bo'lishgan. Chunki Hafsa onamizning uylari mana shu yergacha bo'lgan va buni ziyorat qilib to'g'ri ketishlik uchun Hafsa onamizdan bir narsani va'da berib uyni buzishga erishishadi. Hazrat Umarning qizlari Hafsa onamizni Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Ravza-i Muboraklarning ro'parasiga bir deraza ochib berishadi. Ana shu deraza to qiyomatgacha turadi deb Hazrat Umar roziyallohu anhu Hafsa onamizga va'da qilib ochib beradilar. Ana shu deraza mana derazalar mana hozirgacha ochiq turadi. Hafsa onamizning derazalari. Ya Rasulullah, Allah selamı Esselamu aleyküm ya Resulullah. Esselamu aleyküm. Mana shu ochiq turgan portcha haqida ham aytib beraman, Xudo xolasa. Mana Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ravza-i Muboraklarini ziyorat qilib chiqdik. Xudo xolasa, Xudo nasib qilsa yana kirib yana bir ziyoratlarga kiramiz. Barchalaringizni salomlaringizni alhamdulillah yetkazdim. Mana Ramazon oylarida odam ko'p bo'lgani uchun imom turgan joyda ro'parasini qibla tarafga qaratib ochib qo'yishgan. Mana shu uchun mana aytlarni bekitib tashlashgan. Namoz paytida mana shu to'g'ri ochiq turadi. Demak, imomdan oldingi safga chiqsa ham ana shu namozlar qabul bo'lishligini hisobini olib mana shu yerda ochib qo'yishgan. Ular xizmatlarni mana qilib endi mana shom namozida Rasululloh Habiballoh Sayyidina Muhammad Rasululloh Habiballoh Sayyidina ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا مختاره وحبيبي
alhamdulillah yana ikkinchi marta mana Ramazon muborakda iftor qilishlik Xudo taolo nasib qilyapti mana. O'tishgani mana sizlarga aytib o'taman. Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalom bilan muloqot qilgan joy. Muloqotlarda ana shu nazarda bo'lgan. Mana azizlar, alhamdulillah Ramazon muborakda kirib iftorlik qilishlikni Xudo taolo nasib qilib turibdi. Yana qirg'izistonlik birodarim mana Ramazon qilyapti. Xudo taolo hammamizga Parvardigor qayta Ramazon oylarida ziyoratlarga kelib ibodatlar, chiroyli ibodatlar qilishni hammamizga nasib qilsin. Hujra-i saodat mana minbar. Mana hammalaringizni salomlaringizni bir namozga kirganimda mana Xudo taolo mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ravza-i muboraklarida 4 marta namoz o'qishlikni Xudo taolo nasib qildi. Mana shu kirganimda barchalaringiz salomlaringizni yetkazdim mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana oldilar. Asr namoziga ham Xudo taolo mana nasib qildi mana shu. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا فالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. We love Rasulullah, Habib Allah, Sayyidina محمد. We love Rasulullah, Habib Allah, Sayyidina. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيئ